Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yana bir navbatdagi buyurtmamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta buni ham Xudo xolisa o'z egasiga yetkazib berishga tayyor bo'ldi. Bu ishimiz Toshkent shahri Chilonzorga tayyorlandi. Albatta hozir qisqacha obzorni qilib o'tamiz bu ishimizni. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Bu ishimiz albatta betli qismi 100% akreldan tayyorlangan, korpus qismi 100% laminatdan bo'lgan. Hozir betlarga e'tibor bermaysizlar. Betlarimiz to'liq holatda kafel bilan urab beriladi. Va albatta buni yana bir plyus tomonlaridan ishimiz 100% holatda vakuumli, o'zi tortib oladigan sharniy mexanizmlar bilan va albatta g'aladorlarimiz ham xuddi shunday 100% o'zi tortib oladigan vakuumli mexanizmlardan o'rnatilgan. Bu ishimiz albatta ko'rishlaringiz mumkin. Tomlarimiz ham qalin, xudo xolisa suvga chidamli, ishib ketmaydigan qilib rakskidan qo'yib berilgan. Yana bir bu ishimizga bizdan qilib berilayotgan bonuslari albatta bu ko'p funksiyali mo'ykamiz bo'ladi va bu mo'ykamizning tagida axlat paqirimiz, ya'ni musor chelagimiz bo'ladi va albatta buni tepasida sushuvkamiz bo'ladi. Hozir bizdan o'tishlar xudo xolisa bonus sifatida qo'shib berilyapti. Albatta bizni kuzatishni davom etib tursanglar, xudo xolisa bu uy egasiga olib borib topshirganimizdan keyin 100% holatda tayyorlangandan keyin yana bir marta qisqacha obzorni qilib o'tamiz va xuddi shunda 1 pagametri qanchadan to'g'ri keladi va albatta qaysi viloyatlarga dastavkamiz tekilligi to'g'risida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz.